kichik yoshlardan boshlab ularni o'rgatib borish bugungi kunning asosiy talablaridan hisoblanadi. Chunki o'z huquqini, erkinlik va burchlarini yaxshi bilgan har bir yosh hur fikrli, irodali va mas'uliyatli bo'lib ulg'ayadi. Shukrona aytamiz qutlug' kunlarga, ma'noga, mazmunga to'liq kunlarga, farovon nurafshon ulug' kunlarga, ey ozod diyorim O'zbekistoni. Yangi davr keldi, o'zgardi zamon, zamon zayli bilan o'zgardi inson, o'zgardi jamiyat, o'zgardi hayot, o'zgardi qo'shiqu, o'zgardi hayot. Iqtisodiyot sohasini rivojlantirish, zidrak, aholi va hayotning turmush tarzini ta'minlash sharti. Xavfsizlik, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, o'zaro manfaatli va tashqi amaliy siyosat, oqlan, tinchliksevarlik elementlari hisoblangan tinchliksevarlik va poklik ramzi. Aziz tengdoshlar, yurtimizdagi barcha ramzlarni fond bilan o'rganaylik va ularga amal qilaylik. Qatnashchilarga Konstitutsiyaning samirida insonlar hayoti va ularning kelajagi ko'zlangan. Bu ishlar muhtaram birinchi prezident bobomiz Islom Karimov boshchiligida amalga oshirilgan. Shuning uchun prezident bobomizga rahmat aytamiz. Biz ularni doim yodda tutamiz. Oxiratlari obod bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi madhiyasi serquyoşligi, O'zbekiston Respublikasi serquyoşligi, xalqimizning bag'rikengligi va boy tariximiz, butun dunyoni lol qoldirgan buyuk ma'naviyatimiz mahv etilgan. Dunyoda bor turli ma'lumot, samolarda izlardi hayot. Ming taxminu ming bir gumonlar, berolmasi biror ma'lumot. Ne donolar quyoshga shoshdi. Yulduzlarcha insondan qo'shdi. Galileydan oldin Ulug'bek falak yo'l sirini ochdi. Shundan tilib toza osmonim, ona yurtim O'zbekistonim. Ozod erkinlik deganimiz muhojam. Unda aks etgandir haq huquqimiz, yo'limiz yurtlarimiz solosi, qo'lda baland izlagan huquqimiz. Milyonlar taqdiri unda mujassam. Qo'mizda qo'mizi deydi xalqimiz. Yer sharini yoritdi O'zbekiston ham, yurt kashida bo'lsak kular baxtimiz.
man. Viloyat kundan kunga yashaydi. Taqilsan onajon, sendan oldi jahon. O'zbekiston Unda inson qalbi tafakkurining ma'rifatga tutash yo'lini ko'raman. Ulug'lar merosi, ulkan xotira. Toki mana qo'shiq berarkan sado ko'zimning o'ngida aks etadi. Qadimdan ham jahon tarixida davlatlar mavjud ekanki, ularning ramzlari bo'lgan. Bu ramzlar mazkur davlat fuqarolariga go'yoki ruxsatnoma yoxud hujjat hisoblangan. Buyuk Amir Temur bobomiz ham davlat ramzlariga juda yuksak siyosiy ahamiyat berganlar. Jumladan, jang maydonida lashkardan bir nafar omon qolsa ham mamlakat bayrog'ini baland tutsin deb farmon berganlar. Bayroqning egilishi mag'lubiyat belgisi deb qabul qilingan. Har bir davlatning o'z madhiyasi bo'ladi. Bilki bor sadoqlari boshqacha dillarga xo'ja qo'ychi navolari boshqacha bu lazgi bir dastlama
Azizlarim o'zbeklar, ufonda milliy g'urur, o'z yerbingiz matlayang, dardlar birar mag'rur. Darding ko'p, boshing uzra, tinmadi hech jang unsur. Ulug'beklar nomingni jahonga qildi mashhur. Bir umr seni qo'msab, sog'liq o'tdi Bobur. Birinchi modda. O'zbekiston suveren demokratik respublika. Davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston nomlari bir qonunda anglatadi. Ikkinchi modda. O'zbekiston Respublikasi davlat tili o'zbek tilidir. 49-chi modda. Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, ma'rifiy merosini avvalab asrashga majburdir. 50-chi modda. Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar. 41-chi modda. Har bir fuqaro bilim olish huquqiga egadir. 66-chi modda. Voyaga yetgan mehnat salohiyatli fuqarolar o'z ota-onalari bilan bo'lishishga majburdirlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 6 bo'lim 27 bob 155 ta moddadan iboratdir. 5-modda. O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlangan o'z davlat ramzlari, bayrog'i, gimni va xizmat tashkil 6-modda. O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri. 24-modda. Yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir. 37-chi modda. Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egadir. Thank
kunlaylik tadbirga xush kelibsizlar. Endiki navbatni maktabimizning direktori Feris Shamsiyevga beramiz. Bugun 10-dekabr madhiyamiz qabul qilingan kun munosabati bilan 8-asrning o'quvchilarini tayyorlagan dasturlarni ko'rib chiqdik. Haqiqatdan bironta bir davlat yo'qki, madhiyasiz davlatni tasavvur qilishga imkoniyati yo'q. Muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan sessiyada haqiqatdan tasdiqlangan ovoz berish yo'li orqali ko'pchiligimiz ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rib guvoh bo'lganmiz. Madhiyamizni demak asoschilari nega ko'rib o'tiribdilar. Abdulla Oripov va Mutabbiq Burxonov tomonidan O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yaratilgan va hozirgi kunga qadar biz faxr bilan madhiyamizni har ertalab o'sha dars jarayonlarini boshlashdan oldin hammamiz aytib o'tamiz. Bundan tashqari sport yo'nalishi va fan yo'nalishlarida o'sha dunyoda tengsiz bo'lib topilgan sportchilarimiz yoki fan yo'nalishdagi o'quvchilarimizni qaysi davlatdan ekanligini bilish maqsadida davlat bayrog'i va madhiyasi doimiy qatnashgan Buxoro shahar 2-yillik 8-A sinf o'quvchisi Nazillayev Firdavs 2 darajali diplom bilan taqdirlandi.